Hammaga salom. Bu men. Ancha vaqt dam olishdan so'ng ish topishga qaror qildim va bugun havo juda ham zo'r va men ish izlashga ketdim. Bugun qanaqa ish topishimizni ko'ramiz. Turganingizdek juda ham ko'p joylar ishga qabul qilmadi va oxirida esa yaxshi ukam, senga ish kerakmi? Ortimdan yur. Ish kerak. Qani? Mana shu yashik qutilarni ko'ryapsanmi? Shuni ichidagi narsalari bilan mana bu joyga olib o'tishing kerak. Tushunarlimi? Tushunarli. Xizmat haqi qanaqa bo'ladi? Qilaver, keyin kelishib olamiz qolganini. Tushunarli, rahmat. Yaxshi, nihoyat ish topdim. Qancha joyga bordim, ishga qabul qilmadi. Bo'lmasam ishni boshlaymiz. Xo'p. Tak, birin-ketin bularning ichini ko'ramiz. Tushunmadim. Bu yerda bir nima xarita. Adashmasam xarita, xarita ekan. Xo'p, bu yerda qandaydir joy ko'rsatilgan. Xo'p, buni tezroq Jo'xaga aytmasam bo'lmaydi. Allo Jo'xa. Alo. Tez ko'rishib gaplasha olishimiz kerak. Telegramingga qara, o'zim hozir lokatsiya tashlab qo'yaman. Yaqinlashib qoldim manzilni. Shu yerga chaqirganda adashmasam Jo'xa. Xo'p, mana shu yerda bo'lsa kerak. Adashmasam bu yerda mashinalar juda ham ko'p ekan. Qayerga parkovka qilsak bo'ladi? Mana bu yer bo'sh ekan. Mana shu yerga sekin asta borib olamiz. Bo'ldi ana. Menimcha ozgina mashina orqaga chiqib ketdi, no mashina sig'adi baribir. Xo'p, yaxshi turibdi. Yana yangi mashina. Bu yerda mashinalar ko'p. Jo'xa. Keldingmi xayolparast? Qanday xayolparast? Qanaqa gaping bor edi? Qarochi, bugun zerikib ko'chaga chiqdim. Ish qidirdim. Hech kim ishga olmadi, keyin ish topdim. Qarochi, yashiklarni boshqa joyga tashish kerak edi. Keyin ichidan bitta xarita chiqdi. O'sha xaritada qandaydir eski qishloq ko'rsatilgan ekan. Bizga ikkita hot-dog bering, boshqa hech narsa kerak emas. Qanaqa xarita ekan? Bilmadim, eski qishloq ko'rsatilgan. Qarochi, eski qishloqqa xazina bor, menimcha borib ko'rishimiz kerak. Jinnimisan? Qanaqa xazina? Bilmayman, shunaqa narsalarga qiziqaman, bilasanmi? Boraylik. Men hech qayerga bormayman. Shaharda ishlarim ko'p. Boramiz, bilmaysan, do'stimizsan, boramiz birga. Mayli, ko'ndirding. Tak, yaxshi, unda bo'lsa reja tuzishimiz kerak. U yoqqa boramiz. Hech kim bilmasligi kerak bu narsalarni, tushunyapsanmi? Hech kim bilmasin. Umuman hech kim bilmasligi kerak. Agar bilib qoladigan bo'lsa, borolmay qolishimiz mumkin. Men mashinamda boramiz. Hamma narsani olib boradigan narsalarni tayyor qilib qo'y. Tushunarlimi? Assalomu alaykum, mana janoblar. Zakaz qilgan hot-doklaringiz. Kelib turing. Tushunarlimi? Tushunyapsanmi gapimni? Keyin 2-3 kundan keyin menga bormayman, bu deb qolmagan. Boramiz, aniq. Boramiz deymi? Bo'ldi, boramiz. Ovqating. Lekin juda ham xursand bo'lib ketaman. Xazina topgan bo'lsak, agar bilasanmi, boyib ketamiz. Ishon, mayli, pulni yarmini senga beraman. Lekin agar topa olmay qolsak, topamiz. Aniq, tiniq topamiz. Xo'p, keyinchi? Olib kelamiz. Lekin kimdir aldayotgan bo'lsa-chi? Kim aldaydi bizni? Mas, topamiz, tushunaymi? Lekin agar keyin 2 kundan keyin ketadigan kunimiz bormayman, bu deydigan bo'lsang, qari majburlab bo'lsa ham olib ketib qolaman qo'l-oyog'ingni bo'ylab. Xo'pmi? Mayli, unda keyin chaqirasan. Mayli, o'zim chaqiraman. Bor, yo'qol endi uyingga bor. Bor endi tezroq ketaver. Mayli. Juda ham xursand bo'lib ketaman. Agarda chindan ham xazina, men rosa qiziqaman bunaqa narsalarga. Xazina topish, sirli narsalar, yo'qolgan narsalar qiziqaman, lekin Jo'xa qiziqmaydi. Men uni har doim majburlab yuraman. Xo'p, mayli. Nimagadir 2-3 kundan beri tomog'im og'riyapti, o'zim yaxshi chiqmayapti. Mayli. Yaxshi bo'lib ketaman 2-3 kunda. Deyarli kelib qoldim Jo'xaning uyiga. Jo'xaning uyiga emas, ya'ni har doim chiqib keladigan tomonga, mahallasining oldiga Jo'xani chiqyapti. Hozir chiq deb chaqirib qo'ygandim. Chiqdingmi? Ketdik. Ketdik. O't bu tomonga o'tir. O'tir mashinaga, nima qilib tursan? Ketdik bu. Oldiga o'tir. Yo'q, men orqaga o'tiraman. Borgancha uxlab boraman. Kechasi uxlamaganman. Mayli, muhim borsan bo'ldi, uyquchisan o'zi. Mayli, endi yo'lga tushamiz. Tak. Xo'p. Bu yoqqa buramiz asta-asta.
Yo'q, e'tibor bermasa menimcha uxlab qolish shekilli. Ozgina haydashni yaxshi bilmayman-da. Sekinroq boramiz. To'g'ri menimcha agar bir nima yo'ldan chiqib qoladigan bo'lsa urib ketishim. Va biz yo'l yurdik. Yo'l yursak ham mo'l yurdik. Ancha yo'l yurganimizdan so'ng, ancha manzilni bosib o'tganimizdan so'ng mashina yurib o'tolmaydigan joy chiqdi. Ya'ni o'rmonzor. U yerda mashinamiz yurolmas edi va biz mashinani tashlab qolgan yo'lni piyoda bosib o'tishga qaror qildik. Lekin bu juda ham xavfliligini biz kech anglab yetgan edik. Davomini o'zingiz ko'ring. Tak, hozir Johani kutyapman. Bu yerda mashina yo'l yo'q ekan. Mashina yura olmaydi, nima qilamiz? Bo'lmasa, menimcha piyoda ketganimiz yaxshiroq mashinani tashlab. To'g'ri, mashinani tashlab ketish juda ham yomon Mayli, men fikr. borib turaman. Mayli borib tur. Mashinani tashlab ketish juda ham yomon fikr. Lekin nima desam bo'ladi? Boshqa ilojimiz ham yo'q. Mashinani olib keta olmaymiz yoki shu yerda ham qola olmaymiz yoki ortga ham qayta olmaymiz. Bitta iloj, bitta variant shu. Xayr, mening jonajon mashinam o'z yaqindagina sotib olgandim. Nima qilaman, mayli. O'ylaymanki biz yana ko'rishamiz. Xayr, mashinam. Biz har xil daryolardan, tog'lardan, qorli joylardan, o'rmonlardan, xullas umuman qiyin yo'llardan o'tdik va ancha yo'l yurdik va biz o'sha qishloqni topdik. Birinchi qism o'z nihoyasiga yetdi. Agarda videomizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Albatta ovozimda kamchilik bor. Va albatta keyingi videolarni bundan yaxshiroq qilib chiqarishga va'da bera olmaymiz-ku. Harakat qilamiz. Hammaga xayr.